Ularni ishonchli himoya qilish turibdi. Hozirgi kunda nafaqat fuqarolarimiz, balki korxona va tashkilotlar ham o'z manfaatlarini sud tartibida himoya qilmoqdalar. Buni sud huquq tizimiga bo'lgan ishonchning ortishi deb aytsak ham mubolag'a bo'lmaydi. Misol uchun Buxoroda fermer xo'jaligi rahbarlari o'z haqlarini sud tartibi bilan undirib olishdi. Jondor tumanidagi ikkita fermer xo'jaligi paxtachilik klasteri bilan o'zaro shartnoma tuzishgan bo'lib, fermer xo'jaliklari tomonidan shartnoma majburiyatlari to'liq bajarilgan. Biroq bajargan ishlarning to'lovi masalasiga kelganda nizoli holat yuzaga kelib, klaster ko'zda tutilgan mablag'ni bermay, hech qanday qarzi yo'qligini iddao qilgan. Shundan so'ng fermer xo'jaligi rahbarlari nizoli masalani qonuniy hal qilish maqsadida sudga da'vo arizasi kiritishgan. Sud nizoli holatni o'rganib chiqib, da'voni qanoatlantirgan va klasterdan fermer xo'jaliklari foydasiga 440 million so'm qarzdorlik undirishni belgilagan. Sud hujjatlari hududiy tegishliligi bo'yicha byuroning Jondor tuman bo'limi ish yurituviga kelib tushgan va belgilangan tartibda ijro ishi yuritishni qo'zg'atish to'g'risida qaror qabul qilinib, ijro harakatlariga kirishilgan. Qarzdor tegishli tartib va ogohlantirishiga qaramasdan qarzdorlikni ixtiyoriy to'lashdan bo'yin tovlab kelgan. Majburiy ijro harakatlari davomida qarzdor Jondor Cotton Cluster MCHdan undiruvchilar Yusuf Ilhom Mirfayz va Javlonov Agro 2020 fermer xo'jaliklari foydasiga jami 440 million so'mlik qarzdorlik to'liq undirilib, ijro hujjati ijrosi amalda tamomlandi. Fermerlarning ma'lum qilishicha, undirilgan mablag'lar xo'jalik ishchilariga ish haqi va xo'jalik faoliyatini yanada rivojlantirishga sarflanadi. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.